Marketing sohasida 3 yil ishlab, o'zgargan fikrlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Birinchisi, har doim o'zingizni narxingizni biling. Har doim o'zingiz qilayotgan ishga to'g'ri narx belgilashni biling. Klient cho'ntagi ko'tararmikan, menga shuncha oylik bera olarmikan degan narsalarni umuman yig'ishtiring. Mana shuncha qilayotgan ishingiz necha pulga arziydi? Shu narxga bering bo'ldi. Klient yo'qotishdan qo'rqmang. Ikkinchisi, har doim o'zingiz qilayotgan ishingizni qiling. Misol uchun siz SMM menejer bo'ladigan bo'lsangiz, sizga kelib turib bir marta video qilib ber, shunday istoriya olib ber, montaj qilib ber deydigan bo'lsa, agar siz xo'p desangiz, ana shu xo'p degan vaqtda siz ular uchun montajyor yoki video operator bo'lib qolasiz. Chunki keyingi safarda agar qilib bera olmayman degan bo'lsangiz, ularni ko'ziga yomon bo'lib ko'rinib qolasiz. Uchinchi va eng muhimlaridan bittasi, hech qachon birovni qilayotgan ishini o'zingizniki bilan solishtirmang. Chunki hamma har xil fikrlaydi, hammada har xil ideya chiqadi. Hech kim misol uchun bir xil ish qilmaydi baribir. Va shu narsani unutmangki, birovni, ya'ni boshqa yangi proyekt olish uchun boshqa bir ishlayotgan odamni yomonlamang hech qachon. Chunki bu juda yomon narsa va biznes egasida, tadbirkor oldida ham siz nimadir qo'llarga chiqib qolasiz. Nima degani bu? Yangi proyekt olasizmi, o'sha proyektda ishlayotgan odammi yoki eski ketgan odamni yomonlamang. Maslahatlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying va shunaqa yangi ma'lumotlar olmaslik uchun mana sahifamga obuna bo'lib qo'ying.